İtot eski tumakka ses hikalı xaridar. Sahnimizde Abdikerim Abliz, Tümürha Ruzi, Yalqın Kurban. Bu şirketimizge uyan qo'sh fursati nayt ko'p. Bu meningcha bu qattam aşı yetekchi bo'lib bu Akbar chiqsinmiki deyman. Mana bunda fursat yana bor emasmi? Hey, biz yuqoridan muzokaralashib sizni bekitib olgan tursak. Uning ustiga bu Akbarni men toza durust ko'rmadim-ku. O chiqsa bo'lmasmiki? Ya siz uni tushunmaydigansiz. Uning og'zi eshitganimda ko'ngli nayt yaxshi, ham talantli, ham iqtidorli. Mana bunda fursatlar jiq. Bu qattam menojash Akbar chiqsinmi? Bo'lmaydi, bu chiqsa bo'lmaydi deganlikda bo'lmaydi. Siz meni gapimni anglang. Sizni bekitib olgandan keyin cho'qim siz chiqishingiz kerak. Meni qiyinchilik qilmang deyman. Voy, qara, yuzim kelib qoldi. Ana. Ha. Assalomu alaykum. Farja qana. Assalomu alaykum. Ya Allah, direktor. Bu yuz ko'ylak pulni ko'rsa gajab yo'qib ketdingiz deyman. Qanday bo'lish? Yaxshi turibsiz? Yaxshi. Uzun bo'lib turdi. Nima kamaga hech kunni yo'q ko'rmaysiz. Sizlar birga paranglashinglar. Men ishxona beraveray, ya. Ha, beravering. Haqimsiz. Bering. Keling, o'tiring. Ma'qul. O'tiring. Hozir tek yoqsizlik gapingizni qilib o'tadi. Hayitini qilmaganda axshavu. Yo'q. Yaxshi gapingizni qilib o'tadi. Ya. Rost? Astagfirullah, siz men idoraga yangi keldingiz, tushunmaysiz deyman. Bir odamning yaxshi gapini qilgan bo'la emas deyman bu. Sizni bundan nima deydiki deb meni maqtagan bo'lib, sizdan gap topaqaman degan gap. Avago qarang. Shaytonga nuqsaladigan o'ligishga qatilgan bo'la deyman bu. Saqtib. Nada gaplarni qilib yursiz? Siz xato tushunib qolibsiz. Biz chet elga chiqib o'yin qo'yish to'g'riliq paranglashdik. Qarang, direktor gap naq mushada mana. Avago qarang, mayli bu qatim qilib chet elga chiqib o'ydigan, o'yinga qatnashmasin, ish qilib sizni tillab sestirib juma bu. Siz tushunmaysiz, yılanning tesili qo'yganmiz ichi zahar deyman. Ha, uning ustiga avago qarang. Avago to'g'ini ko'z taqdimaydigan, sizni birisi askiz yaqtimaydigan juma bu. Nechun olamiz-ku? Astagfirullah, men akshi qarang, bir odamning g'ayratini azalda qilmaymiz juma. Boy deganlarimiz Yo'q, bu siz buni g'aybat deb o'ylab qolmang, bu g'aybat emas. Uning sifati. Ishqilib odam g'aybat shikoyatdan turish kerak. Qaysi bir kitobda g'aybatdan saqlaninglar. G'aybat zinodan yomon deyilib chiqadi. Na, to'g'ri debkin juma. Qarang, burun bo'lgan g'aybat shikoyatni ayollar qiladi. Hozir bu g'aybat shikoyatni ba'zi erlarimiz ko'tarib oldi deyman ayollarda. Bu zamonning taraqqiy qilishiga ergashib ba'zi ish yo'qda to'g'ri chiqib g'aybat qilgan bo'lyapti. Mas jahonda g'aybat qilmaydiganda siz bilan men qaga o'xshayman juma. Hey? Bu Yoqub, menimcha bu g'aybat qiladigan odamdek emas-ku. Tozi qiladiganidan, g'aybatga nanchilab ichadiganidan havo. Ha, ras. Siz obdan bir o'ylang, ha? Toz yaxshi o'ylab baqiring. Toz obdan o'ylang. Mush kichik vaqtlaringizda. Kichik vaqtlaringizda mush beshingizga, endi balkim ya cho'ng'og'ini chiqqan bo'lishi mumkin-da endi. Mush beshingizni 4-5 yerga bir chaqa, yari chiqqanyapti. Ras. Ha, nima bo'ldi? Yo, shuni debdi-kenda. Nima debdi? Yo'q, mana sizning ishxonangizga bir 3-4 tal chivin kirib o'tdi-ki. Men tozliqchi ayol chivinni qo'g'lab olsa, nima debdi demamsiz? Nima debdi? O'dak bilan g'oz o'ynaydi, chivin bilan toz debdi. Toz degani kim o? Bu chaqchaq degan gap, Chaqchaq emas deyim, nimadan tushunmaydigansiz siz. Men sizdan bir xo'shlab qolay. Mush ashi bayat bo'lsin, mush shlapingizni bir egizrak yenglar, yana gap deb tushunsiz ona. Nima deb gap topadi? Nima deb gap topdi? Shapaq yeguvchisi yozg'i tayva ishlab, gadanguvchi tozg'a damiki deyman. Astagfirullah. Bo'ldi, bu gaplarni qilishmayli. O'nchilik chaqchaq degan bo'lib turadi emasmi? Ha? Chaqchaq gaplar bu. Astagfirullah, faqat tushunmaysiz siz. Navoda u shundoq deb qolsa, siz qarab turasizmi? Yo, agar u sizni bir narsa deb qolsa, 7 metr turib xinimchachima aningga. Sizni andaq manda deb qolsa, menmi deyman? Nima deysiz? Qo'noq topsang, g'azg'a va qizimchong'az tozg'a deb. Bo'ldi. Bu gaplarni qilishmayli. Ish qilib bo'lgan, men sizga desam qarang. Siz yeng keldingiz emas bizning o'yin qo'shiriqtimizga? Siz ba'zi odamni tushunmaysiz. Uning ustiga men sizning ishxonangizga ancha-muncha kirib chiqsam, meni gap debdi deyman. Nima deb gap debdi? Jingni qayoqqa mangsa, jip shu yoqqa mangdi debdi. Sizni jingniga meni
jip qo'shibdi abo. Meni jip qo'shayotganini bilamsiz. Meni pishtushay degan gap abo. Meni nima desiz, sizni nima deb joniga o'xshadi abo. Ey, bu jiniga o'xshasin men bo'pti. Qarang, sizni jiniga o'xshatgani boshqani ko'laydi degan gap. Bunisiga jin deganning besh tushuk. Ha. Demak, aning gapi sizning kallangiz quruq, kallasi yeshim yo'q, qapaqlash kalva dut degan gap ma'lum deyman. Astagfirullah, astagfirullah. Bo'ldi, bu gaplarni qo'yib turaylik. Siz meni bir ashula izlab kirdingizmi? Ya men o başka şöyle kelmagan endi siz yenkagan ekan ba'zilarini tushunmaysiz. Hali chatga o'yin qo'ydigan ish kim chiqdi shuni mana so'rab boqay degan. Mening o'g'limni siz o'rlashtirmasangiz bu yerga chiqqanmi? Yo'q. Asli chat elga chiqadigan son 20. Xo'sh. Bu 40-50 odamning hammasining chiqqisi bor. Tova, qo'ygan yoq to'sa, proydigan arba 30 deganda gap bo'libdi. Biz asosiyatda hozir muzokaralashib, 10 necha odamni muqim bekitib oldik. Kim chiqadigan bo'ldi? Ha, naqshchi Barat. Barat? Abmaydi. Astagfirullah. Qarang, avag'o. Choy damlaydigan chaynik yo'q, choydanning chayni ichib cho'ng'olgan nima deyman avo? Unda bo'lsa, Tambirchi Qosimchi. Astagfirullah, Qosim. Men o azaldan bir odamning g'ayratini qilmayman, o'zingiz bilasiz, qarang. Abammasmiki avo. Onun çağını tembir degan olamda. Bu eng yaxshi tembir chalaman degicha terib chiqma, o'zi umachini chasini avo. Pishpalab qilib, shuni tembir degan olam deyman. Amsa Sunaychi Riyimchi. Riyim? Darazima? Abba parasi chigi chiqmaydi, egizdan chigi chiqmaydi, aniga chiqolmaydi deyman. Onun ustiga bu Sunayniligi Püler bir aşkası yoğunab ketken imanınki. Çetel çıksaylıkı. Doğuzakның otobüsün bekarga ziyarı durma. Anasını Sunay'ını aldı kendi Püler kadını Sunaycı değil olam da. Usulçun daha sırçamsa. Nasıl bu? Hem de dağ pazarının töküstü mü yavaş bir bala. Akırın yürüdüsünüz, kadret bulsunuz, sütürüp mıne verdiğin. Lekin aşı ayalı. Memleketke bile çıkmaydı, beşinizden ağırtağım ki. Xonga yargan ishim tozga yarmabdi deb boshqalarga yargan narsa hajab bir kasbtikilarga yarmaydi. Shunga bizda birlik yo'q. Eli uni tillab, eli buni tillab, yo o'zimiz bir ishni qilmay, haqsa yaratmay, bo'la yerimiz shu. O'michik o'milaydi, o'milganni ko'ranmaydi. Ha, qil siz dapiqma. Sizlarcha zadi kim chiqsa bo'la? Meningchi va? Meningchi olsa birinchisiga siz chiqsiz. Sizning chiqishingiz muqarrar, bu vojib. İkincisiga ayolingiz chiqish kerak. Chiqimiz bo'lmaydi. Ayolimiz chiqqanda? Yo, u bu kasbda bo'lmasa, astagfirullah, chetelning zo'ntonlari uya buyoq bas xotinni qo'ltiqlab chiqib ekan deyishni bilmaydi. Uchinchi, to'rtinchisiga meningcha olgan ishga balangiz chiqsin. Voy, bu bolalarimni so'rab nima ish qilaman? Son 20 ga bala boqishni libos qilib bo'lmaydimi? Biz chet elga sayohatga chiqmaymiz. O'yin qo'yg'ili chiqamiz. Shu bayam Yoqub bilan maslahatlashib, Yoqubni siz bosh bo'lib chiqing desam, u sizni chiqsin deb turib bordi. Astagfirullah. Aning diginiga men bir yerga chiqmayman. Siz o'rlashtirmisiniz. Bundan deb qo'ygan gap deymiz. Aning pek ishinib ketmang deymiz. Har nima u. Astagfirullah. Ey, menga tarjimon ketmaydi. Kimning yaxshi, kimning yomonligini bilgichiligim bor. Siz vago bundaki mening oldimda buning yomon gapini qilmang ha. Kimga gapni o'zingiz qilib, haqdan qusul tepib yuradigan odam ekansiz. Nimanda tushunmaydigansiz, nimanda tushunmaydigan ish qilib men sizgiday aniga pek ishinib ketmoqchima. Ish qilib siz faqat tushunmaysiz, men oldingizga isbotlab bermasam, faqat bilan qilib bermasam tushunmaydigan o'xshaysiz. Men qara ketadigan o'xshayman men. Ey, bir odamni qarab turib 100 eski deb ketgan bo'lmaydi. Eski deymi bu? To'qoningmi poqib olgan bilan tuxumimi bor emasmi? To'qoningmi poqiyadan quyimi bor emasmi? Alloh, siz Qilibingiz javob qilgan. Bir siz izlab chiqarib qilib sizlar. Ha, shundami? Pul tugabdi-da. Men qachon o'taman? Men keldim, qochdim. Ha, keladish, kela. Yo, kela, o'tira, men kela. Keladish. Kela. Bo'ldi. Kela. Bayatının yağı direktorga seni maqtab ağzıma bakara terişip ketişmadaş. Rahmet adaş. Onun üstüge bu bayatının yağı direktor neyim deydisan chat elge siz baş olup çıkardı deyip. Onu mu da? En işkemizin kolundaki sen çıkardı. Seni çıksın dedim ben. Onu mu da bana? Bayatım direktor beni baş olup çıktı diyen. Ben bu katem turup durayım bana fırsat var. Hep seni kösötkendim. Ayak sen çıkar. En işkemizin kolumuz yakın. Sel bazı işler dikkat kılıcıma. Mesela?
Bazılar direktörü seni çekti değil mi? Gayretini kıptı. Ya ben hayran kaldım mı şu? Direktörden sorsam depemedi kim gayretini kıldı der. Eğer bakan basam ağzı işte tutum senin gayretini kıldığında. Ya adaş başka adamdan gayretini kılsam o kesin bu senin gayretini kıldığında adamın ağzına çakı çıkıp kalmam da adaş. Ya hem de... Ha ras. Ya bizim vallahi oynayan bir itot vardı ya. İtot? Bizim oyun koşarışındaki bir itot. Ha, ötken tayarlığa itot. Akşam bir retle bizim koyadigan sözünü. Faqatlıqar bir abzasiya kallama kelmedi. Sen esingda olsa akşam bir deplagan bo'lsam, da anılib ketib bir yezib olsam bo'pti-ki. Hayır o ito. Voy, yiliq boshliqqa vaqiradigan bir yeri bor-ku. Ha. Elbette u boshliq bo'lsa o'ziga degan yurmi? Ha. Shuni depram dema? Depra? Ha, ma'qul. Qo'pab demam sen o'tiribsan qanday oladin, ha? Adaş bu sen olmasa? Ha, aş rol ağırlık. Ha bir jallaqlasa shu. Obrazliq bir depra. Allah. Ha, ma'qul. Shuni bir kavgan degan. Degan. Boshlaymi? Ha. Ha. Tut. Men undan o'ylay, beshni o'ylab buni qurashtirolay. Ha, boshdan oldik, boshla. Ha. Ha, ma'qul. Anlaptı ha? Ha. O boshliq bo'lsa o'ziga nimasi yuqorichi qildi va? Ha? O'tla alam ma'qul. U ma'qul. Men boshliqdan to'lib yurangmisiz? Bir kunlar men boshliq bo'lib qolsam, xuddi qulturdan qachib chiqdimmi? Bak ayning ma'qul. 15 ayda 15 qarorga. Deb tikandaysa, bir kunlar oldimda yo'qdi. Bo'ldi. Endi boshliq sening oldingda o'mlaydigan sening bir bovoq balang o'g'il. Ya endi bu boshliqni o'miltimi deydigan sen nima gunoh qildi bu boshliq o'miltimi deydi ha? Hozirla o'mlab beraymi ya? Hata şunu kaldınız. Benim sizin tırlaş niyetim yok. Tillash etingimiz urush etinglarmidi? Bağdaş. Ve sen karab turib o'tkishtirib o'tsan va. Sen boshliqni to'qish desam bo'ldi emas, o'tish desam bo'lmadi ekan. Ha? Men nima dedim? Bo'ldi qiling. Men sizni xeyli durust odam, g'ayvat shikoyat qilmaydi deb yurib ekanman. Isit. Ekberning po'qini ursinchi. Nima? Voy, men ekberim doğramdan. Taz çivini kondurmaz, çivin tazı tındırmaz der. Bo'ldi! İşten to'xtadingiz. Sizni ishdan to'xtatdim. Bu etidan tatmış ekanman. Bu hata şunu kaldınız. Ekber, siz hozirdan boshlab uning ishxonadagi vazifasini o'tkazinglar. Xotirjam bo'ling, kul chiqarib o'tmayman. Haras, chet elga chiqadigan odamlarni siz bekiting. Xotirjam bo'ling, ko'nglingizdagidek qilib o'tmayman. Adashay, ashqishakilar. İşxonaman. Sıkı. Ya Allah, odamlarning peshi qarab baho bagil bo'lmaydi ekan. Jim. Men tas qilibman sizni qattiq tushunib qoldilar. Men siz uchun qurban bo'lishda ya. Ammo men rost gapni qilsam sizda keskin boshliqni ko'rmagan jim. Sizning bu chiqingizdan oldin keynimiz sepimni kesadi ekan deyman. Ko'rgansiz? Yog'ochning ko'ngli randidan, chivinning ko'ngli gandida. Nima qilgan? Bo'ldi. Chivinning po'stkami? Odamlar chiqdi. Eşek aldığı ütavasa atının meniş buzluptu. Tava kıldım, tava. Muş insanlar bazı günahlarını öz nefsinin lezzeti için kılıdı. Lekin g'aybat qilguchi boshqalarning beshiga balo hozir degan gap jin gapkan. Ma boshliqni xalq qaraz uqdi desam, eski tumaq sertifikatli xaridor degan shu-da. Ey. Bu jami ishni vokil qilsa, ma tansaga jo'baji yarg'ini qiziqish oldi-da. Rahmat. Oy, voy rahmat. Rahmat. Estağfurullah. Men ekşi qarang, bir odamning g'ayratini azalda qilmaymiz-mi? Siz boy deganlaringiz Ha, yo'q, bu siz buni g'ayrat deb o'ylab qolmang, bu g'ayrat emas. Uning sifati. Ishqilib odam g'ayvat shikoyatdan turish kerak. Qaysi bir kitobda g'ayvatdan saqlaninglar. G'ayvat zinodan yomon deyilib chiqadi. Na, to'g'ri debdingiz-mi? Qarang, burun bo'lgan shu g'ayrat shikoyatni ayollar qiladi.
Hazır bu g'aybat shikoyatni ba'zi erlarimiz ko'tarib oldi deb ayoladi. Bu zamonning taraqqiy qilishiga ergashib ba'zi ish yo'qda to'g'ri chiqib g'aybat qilgan bo'lyapti. Mas jahonda g'aybat qilmaydiganda siz bilan men qaga o'xshaymiz juma. Bu Yaqub menimcha bu g'aybat qiladigan odamdek emas-ku. Toza qiladiganidan, g'aybatga nanchilab ichadiganidan avo. Ha, ras. Siz obdan bir o'ylang, ha? Toz yaxshi o'ylab baqiring. Toz obdan o'ylang. Mush kichik vaqtlaringizda. Kichik vaqtlaringizda mush beshingizga, endi balkim ya cho'ng'og'ini chiqqan bo'lishi mumkin-da endi. Mush beshingizda 4-5 yerga bir chaqa, yari chiqqanyapti. Ras. Ha, nima bo'ldi? Yo, shuni debdi-kenda. Nima debdi? Yaqbara, masjidning ishxonangizga bir 3-4 tal chivin kirib o'tdi-kan. Ma tozliqchi ayol chivinni qo'g'lab olsa, nima debdi demamsiz? Nima debdi? Ödek bilan g'oz o'ynaydi, chivin bilan toz debdi. Tarz degani kim o? Bu chaqchaq degan gap, bu chaqchaq degan gap. Chaqchaq emas deb nimada tushunmaydigansiz siz. Men sizdan bir xo'shlab qolay. Mush ashi bayat bo'lsin, mush shlapingizni bir egizrak yengga yana gap deb tushunsan abi. Nima deb gap topadi? Nima deb gap topdi? Shapaq yeguvchisi yozg'i tava ishlab, gadanguvchi tozg'a damiki deyman. Astagfirullah. Bo'ldi, bu gaplarni qilishmayli. O'nchilik chaqchaq degan bo'lib turadi emasmi? Ha? Chaqchaq gaplar bu. Astagfirullah, faqat tushunmaysiz siz. Navoda u shundoq deb qolsa, siz qarab turasizmi? Ya agar u sizni bir narsa deb qolsa, 7 metr ner turib xinimchachima ananga. Sizni andaq manda deb qolsa, menmi deyman? Nima deysiz? Qo'noq topsang, g'azg'a va qizimchong'oz tozg'a deb. Bo'ldi. Bu gaplarni qilishmayli. İş qilib boqing, men sizga desam qarang. Siz yeng keldingiz emas bizning o'yin qo'shiriqtimizga? Siz ba'zi odamni tushunmaysiz. Uning ustiga avo, men sizning ishxonangizga ancha-muncha kirib chiqsam, meni gap debdi deyman. Nima deb gap debdi? Jingni qayoqqa mangsa, jip shu yoqqa mangdi debdi. Sizni jingniga meni jip qo'shibdi avo. Meni jip qo'shayotganini bilamsiz. Meni pishtushay degan gap avo. Meni nima desiz, sizni nima deb jingniga o'xshadi avo. Ey, bu jingniga o'xshasin nima bo'pti? Qarang, sizni jingniga o'xshatgani boshqani ko'laydi degan gap. Sizni jing deganning besh tushuk. Demak, aning gapi sizning kallangiz quruq, kallasi yeshim yo'q, qapoqlash kalva dut degan gap ma'lum deyman. Astagfirullah. Bo'ldi. Bu gaplarni qo'yib turayli. Siz meni bir ashula izlab kirdingizmi? Ya, men boshqa shuni kim bilgan, endi siz yekagandan ba'zilarini tushunmaysiz. Hali chatga o'yin qo'ydigan ishqa kim chiqdi tushunmayman abi. So'rab boqay degan. Mening endi siz o'rlashtirmasangiz bu yerga chiqqanmi? Yo'q. Asli chat elga chiqadigan son 20. Xo'sh. Bu 40-50 odamdan hammasining chiqqisi bor. Tova, qo'ygan yoq to'sa, puraydigan arva 30 deganda gap bo'libdi. Biz asosiyatda hozir muzokaralashib, 10 necha odamni muqim bekitib oldik. Kim chiqadigan bo'ldi? Naqshchi Barat. Bo'lmaydi. Astagfirullah. Qarang, avag'o. Choy damlaydigan chaynik yo'q, choydanning chayni ichib cho'ng'olgan nima deyman avo? Unda bo'lsa, Tambirchi Qosimchi. Astagfirullah, Qosim. Men azaldan bir odamning g'aybatini qilmayman, o'zingiz bilasiz, qarang. Bo'lmasmiki avo. Uning chag'ini tambir degan olamda. Bu eng yaxshi tambir chalaman degicha chiqib, o'zi umuchini chasini avo. Pishqilib, shuni tambir degan olam deyman. Amsa Sunaychi Riyimchi. Riyim? Darazima? Appa parasini chigi chiqmaydi, egizdan chigi chiqmaydi, armiyaga chiqolmaydi deyman. Uning ustiga bu Sunayniligi pulaver bu oshqozi yo'g'nab ketgan emaninki. Chatel chiqsayliqi. Bir siz izlab chiqarib to'piq sizdan. Shundaymi? Pul tugabdi-da. Men qachon o'taman? Men kimdan qochibman? Keladish, kela. Yo, kela, o'tiraman, keladish. Bo'ldi. Kela. Bayatimning yog'i direktorga seni maqtab og'zimdan bir terishib ketishmadi. Rahmat adash. Uning ustiga bu bayatimning yog'i direktor nima deydi desang, chat elga siz bosh olib chiqadi deb. Unimi endi ishkimizning ko'ngliga sen chiqadi, seni chiqsin dedim men. Unimi mana. Bayatim direktor meni bosh olib chiq degan. Men bu qatam turib turay, menga fursat bor deb seni ko'rsatgan. Ayaq sen chiqar. Endi ishkimizning ko'nglimiz yaqin. Sal ba'zi ishlarga diqqat qilishma. Masalan, ba'zilar direktorga seni chiqibdi deyman. G'aybatini qilibdi. Ya men hayron qoldim shu.
Direktordan sorsam depemedi kim kayıptığını kıldı der. Eğer bakan basam ağzı işte tutum senin kayıptığını kıldığında. Ya adaş başka adamın kayıptığını kılsam o kesin bu senin kayıptığını kıldığında ağzına çak çıkıp kalmam da adaş. Ya hem de... Ha rast. Ya bizim vallahi oynayan bir itot vardı ya. İtot? Bizim oyun koşarışındaki bir itot. Ha, ötken tayarlığa it ol. Akşam bir retle bizim koyadigan sözünü. Faqatlıqar bir abzasya kallama kelmedi. Sen esingda olsa akşam bir depegen bolsam, o da anılıp kes bir yezip alsam bo'pti ki. Hayır o it o. Voy, yiliq boshliqqa vaqiradigan bir yeri bor ku. Ha. Elbette o başlık bo'lsa o'ziga degan yurmi? Ha. Shuni deb turamdimi? Depra? Ha, ma'qul. Qopab kimdan sen o'tiribsan qanday oladin, ha? Hay, adash bu sen olmasa? Ha, aş rol ağırlık. Ha bir jallaq tazash bu. Obrazliq bir depra. Allah. Ha, ma'qul. Shuni bir kavgan degan. Degan. Boshlayman. Ha. Tut. Ondan beşte oylab bunu qurashtirib Ha, baştan oldu ki başla. Ha, ma'qul. Anlaptı ha? Ha. O başlık bo'lsa o'ziga nimasi yuqorichi qildi bu? Ha? O'tla olammi bu? U vaqti men başlıkda turib ko'rangmisiz? Bir kunlar men başlık olib qolsam, uni o'ldirib tashlab chiqdimmi? Bak ayılmadı. 15 ayda 15 kararga. Depken deyse bir günler aldım diyor mutu. Bo'ldi. İtot eski tumakka ses kıkalı xaridar. Sahnimizde Abdikerim Abliz, Tümürha Ruzi, Yalqın Kurban. Bu şirketimizge uyan qo'sh fursatlar nayt ko'p. Xo'sh, meningcha bu qattam aşı yetakchi bo'lib, xo'sh akbar chiqsinmiki deyman. Mana bunda fursat yana bor emasmi? Hey, biz yuqoridan muzokaralashib sizni bekitib olgan tursak. Onun ustiga bu Akbarni men toza durust ko'rmadim bu. O chiqsa bo'lmasmiki? Ya siz uni tushunmaydigansiz. Uning og'zi ishtiqomli ko'ngli nayt yaxshi, ham talantli, ham iqtidorli. Mana bunda fursatlar jiq. Bu qattam menojash akbar chiqsinmi? Bo'lmaydi. U chiqsa bo'lmaydi deganingizda bo'lmaydi. Siz meni gapimni anglang. Sizni bekitib olgandan keyin cho'qim siz chiqishingiz kerak. Meni qiyinchilik qilmang deyman. Voy, qara, yuzim kelib qoldi. Ana. Ha. Assalomu alaykum. Farja qana. Assalomu alaykum. Ya Allah. Direktor. Bu yuz ko'yli pulning ko'rsa gajab yo'qolib ketdingiz deyman. Qanday adash? Yaxshi turibsiz? Yaxshi. Uzun bola turdi. Nima kelmagandiki hech kunni yo'q ko'rmaysiz. Sizlar birga paralashinglar. Men ishxona beraveray, ya. Ha, beravering. Maqulsa. Bering. Keling, o'tiring. Ma'qul. O'tiring. Hozirda yoqsizlik gapingizni qilib yotadi. G'aytini qilmaganda aqcha bu. Yo'q. Yaxshi gapingizni qilib yotadi. Ya. Rost? Astagfirullah, siz men idoraga yangi keldingiz, tushunmaysiz deyman. Bir odamning yaxshi gapini qilgan bo'la emas deyman bu. Sizni bundan nima deydiki deb meni maqtagan bo'lib, sizdan gap opaqaman degan gap. Avago qarang. Shaytonga nuqsoladigan o'ligishga qattigan bo'la deyman bu. Saqtib. Nada gaplarni qilib yursiz? Siz xato tushunib qolibsiz. Biz chet elga chiqib o'yin qo'yish to'g'riliq paranglashdik. Qarang, direktor gap naq mushada mana. Avago qarang. Mayli bu qatim qilib chet elga chiqib o'ydigan, o'yinga qatnashmasin, ish qilib sizni tillab sestirdi juma bu. Siz tushunmaysiz. Yılanning tesili qo'yganmiz, ichi zahar deyman. Ha, uning ustiga vago qarang. Avago to'g'ini ko'z taqdimaydigan, sizni birisi askediz yaqtimaydigan juma bu. Do'zaxning o'ti bo'lsin, bekarmas yig'ilib juma bu. Uning sunayni oldi kendi fidel qadamni sunaychi degan olamda. Usulchi, nasirchamsa. Nasir bu endi Dabazarning to'gisimi yavaş bir bala. Lekin ana shu ayoli mamlakatga birga chiqaman deb beshingizni og'ritamiki? Xonga yargan ishim tozga yarmabdi deb boshqalarga yargan narsa hajab bir kasbnikilarga yarmaydi. Shunga bizda birlik yo'q. Hele uni tillab, hele buni tillab, yo o'zimiz biror ishni qilmay, haqsa yaratmay, bo'la yerimiz shu. O'mich o'milaydi, o'milganni ko'ranmaydi. Ha, qil siz dapiqma. Sizlarcha zadi kim chiqsa bo'lar? Meningcha, meningcha bo'lsa birinchisiga siz chiqsiz. Sizning chiqishingiz muqarrar, bu vojib. Ikkinchisiga ayolingiz chiqish kerak. Chiqmasa bo'lmaydi. Ayolimi chiqanda? Yo, u bu kasbda bo'lmasa, astag'firullah, chet elning zo'ntonlarini uya-buyak bas xotinni qo'ltiqlab chiqib ekan deysiz.
Üçüncü, dördüncüsüge benim çoğun işe balığınız çıksın. Oy, bu ballarımını söylep ne iş kılma. Sana 20 balıbak için libasaklı bulmadı mı? Biz chet elge sayahat çıkmaymiz. Uyun koygulu çıkmayız. Şu bayam Yakup'la mesletlişip, Yakup'la siz baş bolup çıkayın desem, o sizni çıksın dep durup vardı. Estağfurullah. Anın diginiga ben bir şey çıkmayayım hem de siz zorlaştırmışsınız. Ondan dep koygan gep deymiz. Anıga pek işinip ketmem deymiz. Her nima o. Estağfurullah, estağfurullah. Ey, bana tercüman ketmeydi. Kimden yaxşı, kimden yamanlığını bilgiçiligim var. Siz var o, bundaki menin aldığımda bunun yaman gepini kımman ha. Kime gepini özünüz kılıp, kalktın kusur tepipini jurduğu adam kelsiz. Nemanda düşenmeydiğiniz, nemanda düşenmeydiğiniz iş kılıp ben size gidey. Anıga pek işinip ketmem cuma. İş kılıp siz fakat düşenmeydiğiniz, ben aldığınız mı ispatlap vermişsem, pakisi bilen kıplamsam düşenmeydiğiniz okşayasınız. Ben kara gidip okşayım hemen. Hey, bir adamını qarab turib %100 eski deb ketgani bo'lmaydi. Eski deymi abi? To'qoningmi poqib olgan bilan tuxumimi bor emasmi? To'qiningmi poqiyadan quyimi bor emasmi? Alloh, siz Doktor, telefonunuz javob qapti ekan. ha?